Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun 3-avgust. Berun tumani Abay Ofi 81 dan 2 ta joy o'rin sotiladi. Bu joylarimizning yer maydoni har biri 4 sotikdan. Razmerlarni kelsak, razmerlari oldi tarafi 16 metr, orqa tarafga qarab 25 metr. 2 ta joy o'rin do'stlar bu yerda izlizindan. Orientirga kelsak, orientirimiz A380 yo'lidan kelamiz Berun tarafdan. O'ng tarafimizda 24-maktab bo'ladi. Chap tarafimizda bog'cha bo'ladi, xususiy maktabmi, katta bog'chamiz bor. Bog'cha, maktab bir odim, примерно 1 kilometr ham chiqmaydi. Shu 24-maktabning sal o'tib, asfalt ko'cha bor. Shu yerdan kirib kelamiz, примерно 1 kilometr yursak, shu yerlarda joylashgan do'stlar. Bu yerda to'qdan problem bo'lmaydi, to'q kelib turibdi. Yer kanatlar qo'yib ichaverasizlar. Yerlarimiz zo'r, sug'orib, egib o'tirsanizlar bo'ladi. Sho'rlab atgan yeri yoki qumliq bo'layotgan yerlar yo'q, zakonniy yer. Ori ko'chada ketgan bunday joyliqlar ikki taraflama ko'cha tushadi. Buyog'imizdan bir ko'cha tushadi ekan. Bundan ketadi, 380 yo'lini tutashadi ekan. Orqa tarafida da ko'cha tushadi ekan. Ikki tarafidan ko'cha bo'ladi. Bahosini kelsak, bahosi dimzo'r bahada. Har bir joy o'rin 14 milliondan aytilishi ustunda kelishiladi. Dokumenti soz, polni auksionda o'tib olingan joylar do'stlar. Nomerlar yoziladi. Zvon tezib kelishib qo'yasiz. Xalasangiz ikoni birdaniga sotib olishingiz mumkin, xalasangiz birdan sotib olishingiz mumkin do'stlar.